Qaysidir shaharda bir yosh yigit yashardi. U qurilish firmasida hisobchi bo'lib ishlar, ishchilarga maoshlarini ham o'zi tarqatardi. Yigit ishchi xizmatchilarning oyliklaridan urib qolib, o'z hisobiga o'tkazardi. U orzuyimni amalga oshirish uchun pul yig'yapman deb o'zini oqlashga urinardi. U bolalikdan sayohat qilib, dunyodagi barcha mamlakatlarda bo'lishni orzu qilgandi. Yigitcha, hamkasblarimning oyliklaridan oz-ozdan ushlab qolishimning yomon joyi yo'q deb hisoblardi. U noqonuniy o'zlashtirilgan pullar evaziga qimmatbaho mashina ham sotib oldi. Bir kuni u o'sha yangi mashinasida tirband ko'chada turib qoldi. Kayfiyati tushib, jahli chiqdi. Shu payt mashina oynasi taqilladi. Yana o'sha chuvrindi gadoylar, deya asabiylashdi u. Oynani tushirib, cholga iflos qo'lingni yangi mashinamga tekkizma demoqchi bo'ldi. Lekin chol uning ismini aytib chaqirganiga angrayib qoldi. Pullaring kerakmas. Men o'zim senga qancha desang berishim, orzularingni amalga oshirishim mumkin. Nima? Deb kuldi yosh yigit. Senmi, iflos tilanchi chol? Kutilmaganda chol mashina o'rindig'ida paydo bo'ldi. Hoy, bu yerga qanday? Chol bir pachka pul uzatganini ko'rgan yigit gapini tugata olmay qoldi. Bu istagingni amalga oshirishga yetmasligi mumkin, lekin men senga beg'araz yordam beraman. Nima uchun menga yordam bermoqchisan? Qariya unga yana bir pachka pul uzatdi. Shunchaki nima xohlashingni ayt. Shu zahot amalga oshiraman. G'alati chol ekansan-ku. Mayli, eshit. Barcha mamlakatlarda bo'lishni istayman. Bajariladi, deya gugurt chaqdi va g'oyib bo'ldi chol. Bir haftadan so'ng turli mamlakatlardan dahshatli xabarlar kela boshladi. Kimdir dunyoning turli burchaklariga posilkalar jo'nata boshlagandi. Bu qutilarda bir erkak tanasi bo'laklari bor edi. 250 ta posilka, 250 ta tana bo'lagi, 250 ta mamlakatga. Yosh yigitning orzusi amalga oshgan edi.